Ilmli ayol jamiyat ko'zgusi. Ana shu shior ostida Samarqand viloyati kadastrchi ayollar o'rtasida o'tkazilgan 2 kunlik seminarda 50 ga yaqin tizim xotin-qizlar ishtirok etishdi. Gap shundaki, kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlar palatasi va Aerogeodeziya markazining xotin-qizlar masalalari bo'yicha boshlang'ich tashkiloti rahbarlari tashabbusi bilan Samarqand viloyatining tegishli tashkilotlari hamkorligida viloyatda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar ishtirokida seminar tashkil etildi. Seminar avvalda kadastr agentligining oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha boshlang'ich tashkiloti rahbari Solihaxon Botirova tizimdagi 1200 dan oshiq ayollar faoliyatiga doir yutuqlari, erishilgan natijalar hamda ularni bilimlarini oshirish, faoliyatda sharoitlar yaratish yuzasidan qilingan ishlari bo'yicha ma'lumotlar taqdim etdi. Shundan so'ng tadbirda ishtirok etgan viloyat hokimligi, Ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari hamda psixolog mavzuga doir o'z chiqishlari bilan yig'ilishni yanada sermazmun o'tishiga hissa qo'shdilar. Unda ilmli ayol jamiyat ko'zgusi shiori ostida xotin-qizlarning huquqiy bilimlarini oshirish, ularning jamiyatdagi o'rni va rolini mustahkamlash, shuningdek kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga oid masalalar muhokama qilindi. Seminar so'ngida o'tkazilgan sayyor qabulda tizim ayollari o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan mutasaddilarga yuzlanishdi. Qizg'in bahs va munozaralarga, ko'plab samimiy fikrlarga boy o'tgan uchrashuvda har bir kadastr vakili o'ziga kerakli ma'lumotga ega bo'ldi. Hududiy boshqarma xotin-qizlarning faoliyati bilan tanishish maqsadida seminarning 2-kunida Kadastr agentligi va Davlat kadastrlar palatasining Samarqand shahar filialidagi faoliyat yuritayotgan kadastrchilar ish jarayoni bilan tanishildi. Viloyatda aynan mazkur filialda xotin-qizlar soni boshqa tumanlarnikiga nisbatan ko'proq. Erta tongdan ishni kadastrchi ayollar bog'ini yaratish bilan boshlashni niyat qilgan xotin-qizlarga filial yigitlari ham qarashib yuborishdi. Ko'chatlarni niyat qilib yerga o'tkazishar ekan, yurtimiz obod, osmonimiz musaffo bo'lishini tiladilar. Milliy liboslarda jo'shqinlik bilan boshlangan kun esa xatlovni ham milliy ruhda ko'tarinki kayfiyatda davom ettirishlariga turtki bo'ldi. Mahallaga chiqishdan avval tayyorgarlik ko'rib, zarur uskunalar bilan yo'l olgan kadastrchilar eng avvalo xatlov o'tkaziladigan mahallaning idorasiga yo'l olishdi. Ularni kun tartibini kuzatarkanmiz, bu mas'uliyatli ishda har bir xonadon alohida e'tibor bilan xatlovdan o'tkazilishi lozimligini tushunasiz. Bunda albatta mahalla faollari ishtiroki juda muhim sanaladi. Zero har bir xonadonga kirayotgan kadastr muhandisi mahalla faoli bilan xatlovni amalga oshirishi ishonch va rejadagi ishning osonroq bitishiga zamin yaratadi. Hamkasblarimizni milliy kiyimda qarshi olgan xonadon egalarining ham kayfiyat ko'tarildi. Mahalladagi har bir xonadon turlicha, undagi yurtdoshlarimizning fe'l-atvori turlicha. Davlatimiz rahbari imzolagan 937-sonli qonunning ijrosi yuzasidan fikr-mulohazalari, kadastrchilarimizni qarshi olishlari ming xilcha. Birinchi xonadonda barcha hujjatlarni vaqtida olib chiqib taqdim etsa, boshqa xonadon egalari uylarida yo'q. Yana boshqasinikida xonadon boshi bo'lmagani sababli yosh bolalar kadastrchilar so'ragan hujjatlarni taqdim qila olishmadi. Bu kabi sabablar ko'p, ammo davlat topshirgan mas'uliyat, rejadagi ishni amalga oshirish lozim. Shundan bilamizki, xatlovdagi kadastr muhandislarimizning faoliyati oson kechmayapti. Jarayon davomida jonli xatlov vaqtida kadastrchi ayollarni qiynayotgan masalalar o'rganildi. Tizimga oidlari qayd etildi. Sharoitdan vujudga kelayotgan mahalla, fuqarolar o'rtasidagi masalalar bo'yicha mutasaddilar bilan fikrlashildi. Qayd etish muhimki, boshlang'ich tashkiloti mazkur o'rganish ishlarini amalga oshirish davomida xotin-qizlarimizga zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni faoliyatini yanada takomillashtirish, oila xotirjamligini muhim bilgan holda ayollar o'rnini davlat ishida ham oshirish asosiy maqsadidir.